faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Hozirda menda 100 ming dollar pul bor va men bu pullarni eng yaxshi Minecraft o'yinchisiga topshirmoqchiman. Biz bilamizki, Dream o'zining rekordini naq 3 marotaba yangilagan. Hozirda esa Dreamning kanali o'sib bormoqda. Albatta, Anilan o'zga va Anilan dublyaj o'zga obuna bo'lib qo'yinglar. Bugungi videoda Dream va Technoblade kurashishadi. Technoblade 4 karra chempion Minecraft bo'yicha. Technoblade Bed Wars o'yinida 100 marotaba g'olib bo'lgan. U hattoki Minecraft o'yinini rul orqali o'tgan. Shunday qilib bu ikki o'yinchilar bugungi videoda naq 100 ming dollarni qo'lga kiritishlari uchun kurashishadi. Shunday qilib chap tomonda birinchi o'yinchimiz Dream. Nimaga boshla? Hammasi ajoyib. Qo'ying Dream. Agar yutqazib qo'ysang nima qilasan? Yig'lasam kerak. Dream, menimcha sen mag'lub bo'lasan. Technoblade sendan ko'ra kuchliroq. Chunki sen Karlni o'zing tomonga og'diryapsan. Yana uni kiyimini sotib olganingni qara. Xullas, keyingi burchakda Technoblade chiqib kelyapti. Techno, men sen tomonda bo'laman. Dreamni hech qachon xafa qilma. Xullas, bugun 10 o'yindan iborat bo'ladi. Ular 10 marotaba bellashadi. O'yinda 6 marotaba g'alaba qozongan g'olib bo'lgan hisoblanadi. Bu o'yinda g'irrom bo'lmasligi kerak. O'yin esa g'orlar ichida o'tadi. Techno Minecraftni 1.8 versiyasida o'ynaydi. Dream esa yangilangan versiyada. Xullas, bizda 3 ta xarita bor Minecraft qirollari bellashishi uchun. Xullas, bu ajoyib bo'ladi. Chandler, mana bu tanganushlar. Agar otganingda o'ng tarafi tushsa 1.8 versiyada o'ynaladi. Agar chap tomoni tushsa yangilangan versiyada. Demak 1.8 versiyada. Demak, o'yin 1.8 versiyada boshlanadi. Olg'a, men Technoga ishonaman. Dream o'zi nimalar qilyapti? Dream, sen tayyormisan? Ha, yashamor. Techno, sen tayyormisan? Tayyorman. Bu xaritaning nomi Genesis deb nomlanadi. Birinchi duel mana shu yerda bo'ladi. Qani boshlading? 1, 3, 5. Birinchi raund boshlandi. Ana bo'la qol Techno. Jennerson nima uchun bir joyda turibdi? Qani bo'la qolinglar, g'olibda 100 ming dollar kutyapti. Qarmoq bilan jang qilayotgan jangchilarni birinchi marta ko'ryapman. Qarmoq bilan dushmanni uzoqroqqa uloqtirish mumkin. Texnologiya qildimi? Men osonlikcha yengilmayman. Dreamni deyarli 50% joni qoldi. Dream. Jennerson bunday bo'lishi mumkin emas, Dream. Qani bo'la qol. La'nati. Qo'ying Techno. Ole. Birinchi duelda Techno g'olib bo'ldi. Men senga ishonaman Technoblade. Men shunchaki osonlikcha yengilmayman. Hozirgina meni itim futbolkamni ustiga chiqmoqchi edi. Olib ko'chaga uloqtirdim. La'nat itvachcha. Jennerson, bu nima strategiyami? Dream, senga nima bo'ldi? Axir sen birinchi duelda mag'lub bo'lding. Xavotir olmanglar, hammasi mening nazoratim ostida. U g'alabani olishi mumkin, lekin g'olib bitta bo'ladi. Boshingni baland ko'tarib tushirib yurma. Bo'lmasam boshingga qalpoqcha tushib ketishi mumkin. Techno, hozircha sen birinchi o'rindasan. Men senga ishonaman. Agar sen yana bir marta g'olib bo'lsang, Dreamni mag'lub qilgan bo'lasan. Mana shunda Dreamni o'ziga bo'lgan ishonchi so'nadi. Ikkinchi raundda biz versiyalarni almashtirdik. Mana endi ikkinchi raund Dreamning versiyasida bo'ladi. Bizga farqi yo'q. Techno tayyor. Dream, mana endi seni o'yining boshlandi. Sen hisobni tenglashtirishing kerak. U juda ham ko'p mashg'ulot o'tkazgan. Technoblade men uchun ajoyib raqib. Bu seni o'yiningda demak mag'lub bo'lasan. Axir Techno bir kunda 3 soat mashg'ulot o'tkazgan. 3 soat nima buncha kam? Bolalar, tinchlaninglar, o'zlaringizni bosing. Dream, sen tayyormisan? Albatta. Jang boshlandi. Dream, qani mahorating ko'rsat. Ular shunchaki bir-biriga tikilib turishibdi. Meni hayron qoldiradigan narsa yo'q. Techno, la'nati. Qani soluni. Wow, ajoyib. Ko'ramiz nima bo'lar ekan. Qo'ying. G'olib bo'ldi. G'alaba. Hozir ayni vaqti. Tushunmadim, nima bo'lar, seni qo'ling terlab ketdimi? Nima, axir bu Dream-ku. Agar men Dream bilan birga o'ynaydigan bo'lsam, menimcha men Dreamni mag'lub qilsam kerak. Menimcha tush ko'ryapsan. Keyingi lokatsiya Qurbonovlar vodiysi deb nomlanadi. Technoning imkoniyati ko'proq. Hozircha ularning hisobida tenglik. Lekin bir kishi mag'lub bo'ladi. Nima, Techno mag'lub bo'ladi demoqchimisan? Dunyodagi aqlga sig'mas gameplay o'yini. Yana qarmoqlar o'rtaga tashlandi. Dream, qani bo'la qol. Ular ikkovlari ham ikkitadan yurak yo'qotishdi. Techno chekinyaptimi? Tushunmadim. Yana durang bo'ladimi? Tavba. Dreamni joni tiklanyaptimi? Menimcha Dream yana g'olib bo'lsa kerak. Techno bo'la qol, men senga ishonaman. Qani Techno bo'la qol, men seni deb mana bu futbolkani birgala pulga sotib oldim. Dreamning joni tiklandi, Technoblade esa ozgina qoldi. Hammasi bir zarbada ma'lum bo'ladi. Qani bo'la qol Technoblade, futbolkaning hurmati yo'qmi? Bo'la qol. Seni mag'lub bo'lishing mumkin emas. Dream, axir sening joning 100 foiz. Bo'la qol. Dream. Qani bo'la qol, Dream, bo'la qol. Tavba, nimalar bo'ldi o'zi? Qoyil, Technoblade'da bitta yurak bor edi, ko'rdingizmi? Futbolkani hurmati hali ham bor ekan. Technoblade qanday qilib bitta yurak bilan? Tavba. Aslini olganda menda bitta emas, yarimta yurak bor edi. Men aytmaganmidim, Techno hech qachon mag'lub bo'lmaydi. Technoblade, sen hali ham o'yindasan.
Menimcha 8 ballni men olsam kerak. Nima, menimcha sen hazillashyapsanmi? Bo'lishi mumkin emas. Yarimta yurak dedingmi? Texno, sen haliyam o'yindasan. Xo'sh, nimani o'ylayapsan? Men kelajakda g'oliblar qatorida bo'lsam kerak. Sen g'oliblar qatorida emas, sen g'olibsan. O'zingga ko'p ishonmayapsanmi? 4-raund boshlandi. Mayli Texno, balkim o'yinni o'zgartiramiz. Yo, unday qilmaymiz. Biz o'yinni yana eski versiyasiga qaytdik. Ko'rib turganingizdek, ularning qalqoni o'z qo'llarida. Mana bo'la qol, Texno Blade'ga teng keladigan yo'q. O'zingga. Tasavvur qilinglar, sizlar Minecraft o'ynayapsiz va o'yinning oxirida sizlarni 100 ming dollar kutib turibdi. Yo, tova. Yo, Dream, yo'q, Texno. Qani Dream bo'la qol, bo'sh kelma, bo'la qol. Yursin, Dream. Men g'olib bo'ldim deb aytgin. Biz ikkovini ham qo'llab turibmiz. Jin ursin, yana Texno g'olib bo'ladimi, nima balo? Texno, yo xudoyim. Yo, o'yle. Yursin, nimalar bo'lib ketyapti o'zi? Texno, sen chempionsan. Sen Techno Blade'ni shunday qo'llayapsanki, u seni bolangday. Nima qilay, hozir yuragim qinidan chiqib ketadi. Dream ham o'yinchilar ichida eng yaxshisi. Axir men ham yomon emasman. Albatta, men gapingga qo'shilaman. Dream, oshna. Xavotir olma, bu hali hammasi tugadi degani emas. Ha, yutqazayotgan bo'lsa ham boshingni bola ko'tar. Taslim bo'lma, Dream, biz sen bilamiz. Round 5. Ovozni qaranglar. Va nihoyat 3-lokatsiya. Ular mana shu yerda jang qilishadi. Bu lokatsiya Krusty Krabning qasri. Xo'sh, qani bilmasam boshladik. Texno 3 marotaba g'olib bo'ldi, Dream esa 1 marotaba. Dreamning jahli chiqqan shekilli. Menimcha Dream hazillashmayapti. Texnoda 3 ta yurak yo'qoldi. Qani bo'la qol, faqat mag'lub bo'lma. Dream bilmaydi, uning nechta yuragi qolganini. Yo tavba. Ularning har birida bittadan yurak qoldi. Dream g'olib bo'ldi, Dream g'olib. Yursin, nima buncha baqirishyapti? Mana shunday. Sizlarning har biringizga bittadan yurak bor edi va sizlar shafqatsizlarcha bir-biringiz bilan jang qildingiz. Qanaqa bitta 3 ta edi. Men ham shu yerdaman. Uning o'zi nechta yuragi bor edi? Unda bitta yurak bor edi. Round 6. Xo'sh, biz yana eski versiyaga qaytdik. Ya'ni qalqonlar versiyasiga. Dream, sen albatta g'olib bo'lib durang qilishing kerak. Menimcha g'alaba Dream tomonda bo'lsa kerak. Qaraya bo'la qol. Ko'p gapirma, Texno Blade g'olib bo'ladi. Menimcha Dream g'olib bo'lsa kerak. Xo'sh, hozircha Dreamning 2 ta yuragi qoldi. Texno. Qo'yal, bu g'alabani hech kim muhokama qilmaydi. Dream shunchaki 2 ta yurak yo'qotdi xolos. Mana raqamlar bir yerda jam bo'ldi. 3 ga 3. Sen qurolsan, Dream. Eshityapsanmi, qurolsan? Dream, seni ko'ngling joyiga tushdimi? Raqamlar bir yerda jam bo'lib 3 ga 3 bo'ldi. Albatta, men xursandman. Hozircha sonlar 3 ga 3 bo'ldi. Qachonlardir 3 ga 1 edi. Sen mag'lub bo'laman deb o'ylagan eding, to'g'rimi? Men har doim o'zimga ishonaman, Jimmy. Menimcha bu g'alaba tasodifan bo'ldi. Ha, lekin meni yuragim 7 ta yoki 8 ta edi. Axir bu duel jangidagi eng yuqori yuraklar degani. Mana endi Texnoni ko'ramiz. Texno yomon jang bo'lmadi, to'g'rimi? Hozirda sizlar durrangsizlar. Durrang bu g'alaba degani emas. Ko'ramiz, 100 ming dollarni kim qo'lga kiritar ekan. Mana ular kelishyapti. Kim ursin, axir Chandler nechinchi raundligini aytish kerak edi-ku. Shunday o'tib ketaversam bo'lmaydimi? Texno, qara baliq ov boshlandi. Qarmoqlarni tashlanglar. Ular o'zlari xohlashganday o'ynashyapti. Dream faqat mag'lub bo'lishni xayoliga ham keltirma. Qani Dream ko'ramiz, nima qo'lingdan kelarkin. Menimcha Texnoni jahli chiqdi. Ha, qo'yil. Yo, Jirorsen. Qo'yil. Techno Blade, yana sen oldinga chiqib olding. Menimcha men qilgan novlalar osmonga yetib bordi. Mana shuning uchun men g'alaba qozondim. Jirorsen, sen qanday qilib mag'lub bo'lishing mumkin? Biz bilamizki, keyingi raundda Dream sening o'yining boshlanadi. Yana rekord o'rnatmoqchimisan? Xo'sh, o'yindan oldin qandaydir tilaklar bormi? Round 8 fight. Qo'yil, yana hammasi o'z holiga qaytdi. Qo'yil, qarsaklar. Yasha bor. Karl, Dreamni qo'llab-quvvatlamasang bo'lmaydi. Chris, sen Techno Blade'ni qo'llab-quvvatla. Biz tayyorligimizni ularga aytamizmi? Techno tayyor, uni aytishim shartmi unga? Jimmy, men seni qo'llab-quvvatlayman. Xullas, Dream, men seni qo'llab-quvvatlashim kerak ekan. O'zi bu senga kerakmi? Xullas, Techno, sen qanday qilib bo'lmasan g'olib bo'lishing kerak. 100 ming dollar. Buni o'zim ham bilaman. Qani olg'a. Hozircha Techno Blade oldinda. Qani ko'ramiz, Dream g'alaba qozona bilarmikin? Menimcha unday qila olmaydi. Agar Dream g'olib bo'lsa, uni nima deysan? Menimcha unday qila olmasa kerak. Menimcha ular tili tralivali qo'shig'ini aytishyaptimi? Yo, Jirorsen. Menimcha ikki jangchilar bor kuchi bilan jang qilishyapti. Dream yiqildimi? Jirorsen, Dreamning 3 ta yuragi ketdi. Qani Techno bila qol. Menimcha Dream biladi nima qilishni. Hozir bir nima bo'ladi shekilli. Jirorsen la'nati. Ko'rdingizmi, buni Dream deylar. Sen oxirigacha borishing kerak, Dream. Men senga aytgan edim-ku, agar sen shu raundda g'olib bo'lsang, demak sen g'olibsan. Qo'yir, 4 ga 4. Menimcha men mikrofonni sindirib qo'ydim.
Axir bu videoni minglab odamlar kuzatyapti. Albatta buni tarjima qilgani uchun Anivan dublyaj o'ziga rahmat. Karl ham Anivan dublyaj o'zini fanatiman deyman. Technoblade, mana biz oxirgi raundga ham yetib keldik. Men o'ylagandimki, g'olib bo'laman deb. Bolta va qalqonlar bilan g'olib bo'lish men uchun emas ekan. Bu o'yindagi strategiya meni strategiyamga to'g'ri kelmaydi. Ha, lekin boshida sen yaxshi ketib o'tirgan Men eding. o'ylaganimga yo'q tavba. Men ham g'olib bo'lasan deb o'ylabman. Orqa oldiniga qaramasdan uchib ketdimi? 9-raund boshlandi. Texno, agar sen Kraynakchon shu raundda g'olib bo'lsang, o'yin durang bilan o'z nihoyasiga yetadi. Faqat sen shu raundda g'olib bo'lishing kerak. Mana shunda sen mag'lub bo'lmaysan. Eshitayapsanmi, Dream? Biz durang bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Men shunchaki seni xursand bo'lishingni xohlayman. Mayli, tayyor bo'lsang menga aytarsan. Jurursan, jangni sen qilasan, lekin nimagadir men qo'rqib ketganman. Dream, Technoblade, sizlar tayyormisizlar? Albatta tayyormiz. Atigi ikkita raund qoldi, lekin bizda hali ham durang. Tez orada biz dunyodagi eng yaxshi Minecraft o'yinchisini aniqlab olamiz. G'olibni esa $100,000 kutyapti. Jinursan, Texno, meni sharmanda qilma. Jinursan. Ana mana qol Texno, bo'sh kelma. Dream, xavotir olma, sening joning tiklanyapti. Ha, u buni bilish kerak. Dream, seni ikkita yuraging qoldi. Jinursan, xavotir olganimdan chiqib qo'yaman shekilli. Tezroq oldimga chelak keltirib qo'yinglar. Xo'sh, yuraklar hali ham joyida. Qani ko'ramiz, hozir nima bo'larkin? Menimcha Texno eski usulni qo'llayapti. Ha, Texno kamon o'qira oldimi? Ha, jurursan, bo'sh kelma. Wow, Dream. Wow, Dream. Wow! Imi nima bo'ldi? Ko'rdingizmi? Technoblade hech qachon mag'lub bo'lmaydi. Technoblade! Technoblade hozircha oldinda o'tib oldi. Bizda esa yana bitta raund bor. Shunchaki yana bitta raundda g'olib bo'lsa bo'ldi. Oyin. Texno, qoyil qolsa arziydi. Jurursan, sal qolsa o'zim chiqib qo'yardim. Hozirda sen 5 ta raundda g'olibsan. Mana endi Texno yutqazish xayolingga ham kelmasin. Agar durang bo'lsa ham yaxshi bo'lmaydi. Men shunchaki jangda eski usulni qo'lladim. Mana bu buvamday. Buvanga gap yo'q. Men hech kim bilan gapirmoqchi emasman. Yana bitta raundda g'olib bo'lsang, $100,000 seniki Texno. Yo'q, men shunchaki Dreamga yutqazib qo'ymasligim kerak. Tushunarli, bo'ldimi? Agar sen keyingi raundda ham g'olib bo'lsang, $100,000 ni biz o'zimiz seni shotingga tashlab beramiz. Qo'yil, bir barakayga 12 ta pizza olaman. Oh, ajoyib. Dream, oshna. Hali o'yin tugamadi. Tushunyapsanmi? Bu oxirgi raund. Agar hozir Texno g'olib bo'lsa, Texnoda 6 ochko, senda esa 4 bo'ladi. Agar g'olib sen bo'lsang, durang bo'ladi. O'yin tugashiga ham oz qoldi. Xo'sh, Dream, nimalarni o'ylayapsan? Men 3-1 yutqazganimdan so'ng yana o'yinga qaytgan edim. Qanday qilib bo'lmasin durang qilishim kerak. Do'stlar, bularni muhokama qilmaymiz. Bo'ldi, bularni o'z holiga qo'yamiz. Kelinglar, dunyodagi eng yaxshi o'yinchi kim ekanligini ko'ramiz. Bu oxirgi raund. Dream, bu oxirgi raund bolajonim. Sen buni uddalaysan. Menga tayyor bo'lsang aytarsan-a? Texno, xavotir olma, bu oxirgi raund. Davleniyang ko'tarilmasin. Meni yutqazishga haqqing yo'q. Men senga ishonaman. Qara bu ishni oxiriga yetkazish kerak. Sen uni o'zini o'yinida o'zini mag'lub qilishing kerak va $100,000 ni olib yarmini menga berasan. Va sen Minecraft va butun dunyodagi eng yaxshi o'yinchilardan bo'lasan. Dream, tayyormisan, la'nati? Texno, tayyormisan? Final boshlandi. Va nihoyat oxirgi raundga ham yetib keldik. Oshna, oxirgi raund. Ko'ramiz, Technoblade dunyodagi eng yaxshi Minecraft o'yinchisi bo'la olarmikin? Texnoni ko'ryapsizlarmi qanday yurib kelyapti? Yo, qaranglar, unga vobshe farqi yo'q. Men nima deyishim kerak edi? Tushunmadim. Hozir Dream harakatlandimi? Yer la'nati. Tinchlanglar. La'nati. Ular quvlashmachoq o'ynashyaptimi? Ana Dream bo'la qol, bo'sh kelma. Dreamning 3 ta yuragi ketdi. Dream mag'lub bo'ladi shekilli. Qani Dream, bo'la qol, bo'sh kelma, bo'la qol. Jurursan, rejani o'zgartiramiz. Bo'lishi mumkin emas. Oh, Jinoson, yo'q. Ammo. Technoblade, sen chempionsan, champion. Technoblade hech qachon o'lmaydi. Technoblade, men seni g'alaba bilan tabriklayman. Sen bu g'alabang bilan $100,000 ni qo'lga kiritding. Jinursan, meni hali ham ishongim kelmayapti. Boshla, yana harakat qilsang 200,000 ni ham qo'lga kiritasan. Ajoyib jang bo'ldi Texno. Sen meni mag'lub qilding. Qo'ysangchi oshna, sen ham bo'sh kelmading. Aslini olganda men yutqazaman deb o'ylagandim. Bu juda ham ajoyib jang bo'ldi. Men bir narsadan xursandman. Shunday jang bo'lgan bo'lsa ham sizlar hali ham do'stsizlar. Men muxlislarga bir gap aytib qo'yishim kerak. Bu jang shunchaki ko'ngil xushlik uchun edi. Technoblade, seni hurmat qilamiz oshna, lekin menga uncha yoqmaysan. Albatta bularning barchasi hazil. Techno, albatta seni g'alabang bilan tabriklaymiz. $100,000 ni hoziroq seni shotingga o'tkazaman. Anivan o'z YouTube kanaliga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin.